Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, James Denali Yukon Luxury sotuvga yetib keldi. Keling, motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz, lekin oldi ko'rinishi boshqacha. James'ni tortib qo'yadi, menga yoqadi. Shotkalarni ko'rsatib o'tib ketayim. Oldi LED far, lupariklarni taxlab qo'yganlar. Radar. Hop, qadrdonlar, buni motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bu 6.2 atmosferli motor bo'ladi, V8 va obrazli motor. Buni ot kuchi 420 ot kuchiga ega, 624 Nm bo'ladi. Bunda nashno videoni ham bor, mashinani ham ko'rsatib o'tib keting. Bunda nashno videoni ham bor. Bitta diskasini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. 24 diska ballonda turibdi. Bu pnevmada bo'ladi. Bu diska o'rtoqlar, bu Ultimate da keladi o'zi. Mana bunaqa qora strochkani bersa, mana Ultimate diskasi bo'ladi. Mana buni qarang. Haqiqatan eng qimmat diskalardan biri Ultimate diska bo'ladi. Ichiga motor oldi, qadrdonlar, Alloh hammaga yetkazsin. Bu haqiqiy o'sha biznesda yurgan aka-ukalarimiz ham oila uchun qo'l keladigan mashinalardan birida. Katta monitorlarda bilasizlar, 25 danka installing bo'lgan. Bu yerda head-up display, multi-rul, rulli ham lipstokli, sport, komfort hammasi bor. Face ID'largacha bor. Keyin bir taxoda ko'rsatdim sizlarga. Mana shu rul yonadi, yashil, qizil bo'lib yonadi. 360 gradus kamera, Bose akustikada, tepa tomlarimiz panorama oyna. Keyin mana buni ham bitta ko'rsatib ketay. Bari yangi taxollarda ko'rdinglar, chiqib orqaga oldiga keladi. Bu ham bir yaxshi qo'llanadi. Sababi nimaga? Pastda yana bitta cho'mchagi bor. Shu cho'mchaga kerakli bo'lgan hujjatlarni tashab qo'ysanglar, o'sha yerda turaveradi. Hop, mashina haqida gapiradigan bo'lsangiz, sizlarga pamit bor. Abduf Abagrev. Rullada ham abagrefigacha bor. Mana haqiqatan ham qaytarganimda biznesmen aka-ukalarimizga ham juda ham qo'l keladi. Biz oy yo'liga borganda mehmonlarni kutib olishga kerakli bo'lgan mashinalardan birida. O'zi Amerikada ham bilasizlar, katta mana shu yulduzlar ham mana shunaqa GMC, Tahoe, Cadillac'larda yurib qo'yishadi. Endi bular hammasi o'zi bitta kuzov bo'ladi. Monitorlarni qarang, eng kuchli katta monitorlarda. Menga yoqadigan kapitan sizdenalida. Orqada ham USB Type-C ga joy tashab ketilgan. Orqa 3-o'rinda ham bemalol 3 ta odam ketadi. Eng yoqadigan joyi bor, pnevma ham o'ynab qo'yadi. Ham 4 ta vixl ko'rsatib ketay. Keyin bunda ham buksurovka bor, qadrdonlar. Buksurovkada 3 tonagacha bemalol tortib berar ekan. Qo'shimcha buksurovkaga kamera ham bor. Buksurovka qanaqa holatda turibdi, qanaqa ketyapti, aytolmani biznesmen aka-ukalarimizga juda ham qo'l keladi. Mana orqa fortchkalari ham ochiladi, qadrdonlar. Bismillah. Poni elektropaket. Masa qiladi deb oilaga ham, biznesmen aka-ukalarimizga ham. Hop, qadrdonlar, sidenalar knopka orqali ko'tariladi, knopka orqali tushiriladi, ya'ni qo'shimcha rozetka tashlab ketilgan bu yerda. Mana shu videoni tagida yo'l kira bojxona yozib qo'yaman, qadrdonlar. Sizlar xohlagan ranglarni ham kerak bo'lsa, o'sha buyurtma asosida olib kelib beramiz. Mashina sotuvda bir dona bu kanatga bo'ladi, 2025-yil 7-oyda ishlab chiqarilgan.